O'tgan safar o'ziga bahosi past insonlar haqida gaplashgandik. Bugun sizga o'zingizga bo'lgan bahoni oshiradigan eng kuchli texnika o'rgataman. Demak, sizga 5 ta kunlik vazifa beraman. Har kuni bajarishga harakat qiling. Birinchi vazifa: ichki ovozni o'zgartirish texnikasi. Har kuni kechqurun o'zingizga bitta savol bering. Bugun men nimani eng yaxshi bajardim? O'zingizga har kuni kichkinagina yutuqni eslatganingizda sizda qadrlanish tuyg'usi shakllanadi. Ikkinchi vazifa: stop mashqi. O'ziga bahosi past inson hammaga yoqishga urinadi. Sizni kimdir yoqtirmasligi norma ekanligini har kuni o'zingizga tushuntiring va sizga nisbatan bo'layotgan nosog'lom munosabatlarda stop, ongim hamma meni yaxshi ko'rishga majbur emas deb o'zingizga ayting. Uchinchisi: sog'lom solishtirish texnikasi. Boshqalar bilan solishtirishni to'xtating. O'zingizni kechagi o'zingiz bilan solishtiring. To'rtinchi vazifa: qomatni to'g'irlash texnikasi. Psixologiyada bitta qonun bor. Tana holati ruhiyatni boshqaradi. 2 daqiqa tik turing. Chuqur nafas oling. Miyaga "men kuchliman" degan signal keladi. Beshinchi vazifa: maqtovni qabul qilish mashqi. Sizni kimdir maqtasa, doimgidek inkor qilmang. Rahmat, menga yoqdi deb ayting. Unutmang, o'ziga bo'lgan baho tug'ma emas. Uni har qanday inson istasa shakllantira oladi.